TowerUp loyihasidan juda ham zo'r taklif berilyapti. Qadrdonlar, taqsim nasiya savdo asosida endilikda hech qanaqa kredit, ipotekalarsiz quruvchilarni o'zidan 5 yildan 10 yilgacha muddatli to'lov asosida kadastrlarga ega xonadonlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir bir xonali 40 kvadrat metr kattalikda xonadonni hisoblab beraman. Qaranglar, boshlang'ich $13,000 to'laysiz. 60 oy, 5 yil davomida har oy $574 dan to'lab borasiz. Shunda xonadonimizning umumiy summasi $47,440 ga aylanyapti. Agar siz hozirgi kecha kunduzda buni naqd 100% to'lov bilan olaman desangiz, $44,000 ga olishingiz mumkin. Shu 5 yillik ichida bor yo'g'i sizga $3,440 qo'shilyapti. Menimcha bu juda ham zo'r taklif. Eng asosiysi hech qanaqa kredit, ipotekalarsiz quruvchilarni o'zidan taqsim nasiya savdo asosida olasiz. Agar siz kattaroq 2-3 xonali xonadonni olaman desangiz, boshlang'ich to'lov 25% gacha pasayadi. Uylarimizning tepa va pastki qavatlariga qarab turib ham narxlar o'zgarishi mumkin. Majmuamizning eng katta qulayligi xonadonlarimizni to'liq ta'mirdan chiqarilgan holatda kadastrlarga ega. Mana shu yilni may oyida xonadon egalariga topshiriladi. Bu degani siz 3 oydan keyin bemalol kirib yashasangiz ham bo'ladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, mahalliy aeroport va metroga atigi 1 kilometr masofada bo'lyapti. Majmuamiz hududida davlat maktabi va bolalar bog'chasi, zamonaviy poliklinika, savdo do'konlari, apteka va bolalar maydonchalari bo'ladi. Manzil Sergeli tumanida joylashgan. Yana qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ulgurib qolinglar, xonadonlarimizning soni cheklangan. Shayxontohur tumanining 5 yulduzli Jararu mahallasiga yetib kelganmiz. Uy quruvchi akalar bu variantda bitta ko'ringlar. Birinchi bo'lib ko'chani sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Kengligiga e'tibor berasizlar. Kattagina, keng mahalla ekan. Bu yoq tarafdagi qo'shnilarning yangi qurilgan uylarini ham bitta ahamiyat berib ko'rib qo'yaverasizlar. Mana shu mahallamizda 11,3 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan, fasadi 25 metr, uzunligi 44 metr bo'lgan uyimiz sotuvga qo'yilgan. Kelinglar, sizlar bilan birgalikda ichkarilarni ham ko'ramiz. Video davomida men narxini ham aytaman. Qani marhamat. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonga kirib oldik. Endi uy egalarini o'zligini eski hovliligi, hozir o'zligi yashab turishibdi. Endi menimcha bu joyni oladigan akalarimizni o'rtadan bitta yo'lak qoldirib, ikki yoq tomonlama chiroyli ikki sotuvdan kottejlar qurib olishsa kerak. O'rtadan bitta devor olingan, u yoq tarafda ham imoratlari bor, bu yoq tarafda ham imoratlari bor, foydalanishyapti. Uzunasi nariyoq taraflargacha men kirib ko'rdim. Tekis to'rtburchak 44 metr. Endi yana o'zingizlar kelib ham ko'rsanglar bo'ladi. 11,3 sotuv davomimiz bundan sal oshiqroq ham deyishyapti. Kadastr dokumentlarini ham bemalol kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bir sotuviga $47,000 dan so'rashyapti. Bu lokatsiya uchun yaxshi narx. Quruvchi akalar, pastda bilasizlar, har doim joy egalarini nomerlarini qoldiramiz. Endi telefon qilib tepasida kelib baraka qo'yasizlar. Qadrdonlar, mana lokatsiyani bitta ko'ringlar. Mirobod Avenue'ni ro'parasidagi 9 qavatli domga kelganmiz. 3-qavatidan 153 kvadrat metr kattalikda xonadon sotuvga qo'yilgan. O'zi har doim ham bu lokatsiyadan sotiladigan joylar chiqavermaydi. Biz mana balkonida turibmiz. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yoqda bor, pianinalari bor ekan. Zo'ra pianina. Endi kelinglar. Mana katta hol deymizmi, zal deymizmi? Bu endi menimcha mehmonlar uchun mo'ljallangan divanli zonalar qilib qo'yilgan mehmonxona. Marhamat, kelinglar. Bu mehmonxonamizning yonginasidan qizlar uchun mo'ljallangan yotoqxona bor ekan. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu tarafdan kiraverish asosiy eshigi va bu tarafda kattagina garderoblarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Buni yonginasida bizning 3-xonamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Lekin kvartiraga gap yo'q lekin. Bu tarafdan bo'lsa, nariyoq hovli tarafga qaragan balkoni bilan oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Mana vanna xonasiga maza qildim-da. Alohida tualet ko'rsatib ketamiz. Keyin buni yonida kattagina adashmasam shu 3-4 kattalikda vanna xonada. Uchastkalarning vanna xonasi ham bunaqa katta bo'lmayapti-da, hozir ochig'ini aytganda. Bu oxirgi mana 4-xonamiz. Ichkari tarafga qaragan romlari bor. Lekin lokatsiya doda, narxini nech pul desanglar, 1 kvadrati uchun $1,496 dan chiqyapti. Bu kvartiramizni oladigan bo'lsanglar, mana ichkari tarafda yopiq naves qilingan bitta mashina qo'yish uchun joyinglar ham bo'ladi. Qadrdonlar, lokatsiya vobshe zo'r, aloqaga chiqib bosadigan joyi. Noturarga qiziqadigan akalar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Chilonzor tumani Algoritmga kelganmiz. Ahmad Jo'jadan taxminan bitta astanovka keverishimizda, mana shu ko'chani ko'ryapsizlar, kiraverish
burchakda noturar joyimizni sotuvga qo'yilgan. Video davomida men narxlari bilan aytib o'taman. Tashqari tarafida menga yoqqan joyi mana bunaqa mashina qo'yadigan joylar bor. Ko'ryapsizlarmi? O'zi eng asosiysi noturarda mana shu avtomobil qo'yish uchun joylar bo'lsa, juda qulay bo'ladi. Xo'p, bu joyimizda 3 xonali kvartira plus mana bunaqa oldiga qo'shib olingan imoratlari ham bor ekan. Mana shu birinchi qavatimizning o'zi 85 kvadrat metrdan oshuv deyishyapti. Bu yoqda umumiy hisobda 4 ta xona ekan. Mana hozir ham ishlab turibdi. Hozirgi kecha kunduzda 1,5 ming dollarga yaqin sof daromad olib kelayotgan ekan. Bu yoqda Yandex ishlayotgan ekan, kiyim-kechak do'konlari, yana ichkaridagi xonalarda kosmetologiya, tikuvchilarning xonalari ham bor ekan. Bu joyimizning zo'r plusi mana bu yerto'laga tushirish ko'ryapsizlarmi? Yerto'lasidan ham mana shu dommi jeklari bilan kelishgan holatda shartnoma asosida foydalanar ekanlar. Okamizni yerto'lani o'zi 130 kvadrat metrdan oshib deyaptilar. Yerto'lamizda umumiy hisobda 6 ta xona bor ekan. Okalar, kelinglar, ko'ringlar, narxini ish pul desanglar 155 ming dollar so'rayaptilar. Endi tepasida kelib ko'rsanglar, yana kelishiladigan joylari bor. Bilasizlar, qiziqqanlar uchun har doim joy egalarining nomerlarini video ostida qoldiramiz yoki mana shu tepada yozib qo'yilgan nomerga ham aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, Yangi O'zbekiston yo'lini bo'yida turibmiz. Ro'paramizda Naryoda Olimpiyskiy stadion, bu yoq yonginamizda Energy Maftum makon turar joy majmuasi. Mana biz turgan joydan taxminan 200-300 metr kiradigan bo'lsak, mana shu Energy'ning orqa tarafida biznes uchun joy sotuvga qo'yilgan. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxlari bilan aytib o'taman. Ketdi. Katta yo'ldan taxminan 200-300 metr kirib keldik bu tarafdan. Mana bu yoqdan ham chiqib ketsak bo'ladi katta yo'lga. Energy'ni Maftum makon loyihasini ko'rasizlar. Menimcha shu bu yoqda xonadonlar hammasi sotib bo'lingan bo'lsa kerak. Biznes qiladigan okalar bu joyni ko'ringlar. Biznes uchun vobshe doda ekan. Dokumentlari bo'yicha 8 sotuv. Fasadi mana devor bilan o'rab qo'yilgan, 32 metr, uzunligi 25 metr bo'lyapti. Ichkaridan ham bitta ko'ramiz joyimizni. Men qing'irqi shu joylarni ko'rmadim. Tekis to'rtburchak ekan, kadastr dokumentlarida 8 sotuv deyaptilar. Endi yana o'zingizlar kelib bemalol tekshirsanglar bo'ladi. Okamizni bu joyi shahar game planini ko'rganlarida 5 qavatgacha bino qursa bo'ladi deb menga ma'lumot berdilar va ruxsatnomalari ham bor ekan. Kelinglar, ko'ringlar. Mana shu Energy'ning shunda orqa tarafidagi joy bo'lyapti. Masalan, xususiy bog'cha yoki klinika qilinadigan bo'lsa ham, menimcha zo'r lokatsiya. Bu tarafdan chiqadigan bo'lsa, Expo Centerni ko'pchilik biladi. Ana o'shani orqa tarafdan chiqamiz. Yaxshi lokatsiyadan, yaxshi joy. Narxini ish pul desanglar 260 ming dollar so'ralyapti. Endi tepasida naqd pul bilan kelsangiz, ozgina kelishiladigan joylari bo'ladi. Men doim aytaman, inomarka haydagandan foyda yo'q, jigar. Yerni narxi oshsa oshadi, lekin baribir ani tushib ketmaydi-da. Hozir sizlarga shunaqa joy ko'rsataman, 207 sotuv, yo'lli yuzi 70 ming dollar so'ralyapti. Endi tepasida kelib savdolashadigan bo'lsangiz, albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Mashinalar o'tyapti, sekin akkuratni harakat qilamiz. Mana bu joyimizni fasadini o'zim o'lchab ko'rdim. 18 mi, 19 metr chiqdi. Endi kelinglar bu yoq tarafga o'tib olamiz. Mana eshiklarni ko'ryapsizlarmi? Okamizni do'kon qilib ham ishlatgan ekanlar. Endi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihati, mana bu bitta Cobalt turibdi. Agar bu zdaniyalarni buzib tashlab 2 qavatli qanaqadir do'konlar, nimadirlar qilinadigan bo'lsa ham, oldi tarafida ham mashina qo'yishga joyi bo'ladi. Agar bu joyi yashash uchun olaman desanglar, ichkarida yashasa bo'ladigan sharoitlari ham bor. Mana bu tarafda darvozamiz. Marhamat. Ichkarilarni ham ko'rsatamiz, lekin faizli xonadon ekan. Kiruvishimizda yopiq darvozaxona qilingan, boyagi oldi tarafdagi do'konlarimizga bu yoqdan eshik qilingan, tualetlari bor ekan. Endi mana bu yoqdagi eshikdan kirganimizda ikkita xonasi bor ekan, alohida. Keyin mana bu yoqda katta zal, yana ichkarilarda 2-3 ta xonasi bor. Bu tarafda yana bitta xona, xullas uyimizda bor-ku, umumiy hisobda mana bu tarafdagi binoda 8 ta xona bor ekan. Bundan tashqari bu yoqda hammom, tualet va buni yonginasida alohida ovqatlanib o'tiriladigan oshxonalar bilan birgalikda bo'lyapti. 70 ming dollar manzil qatta desanglar, Qibray tumani Baytqo'rg'onda bo'lyapti. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sergeli tumani Kia avtosalonining orqa tarafidan 3 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan uyni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, narxini 235 ming dollar so'rashyapti. Uyimizni bitta ko'ringlar. Xolisona fikringlarni izohlarda yozib qoldirasizlar. Bu tarafda kattagina avtomat ochilib yopiluvchi darvoza va mana o'rtadan asosiy kiraverish eshigi. Qani bismillah deb ichkariga kiramiz. Kiraverish hovlimiz.
to'g'rimizda kattagina yashil hudud qoldirilgan 2 qavatli imoratimiz 320 kvadrat metr kattalikda yerto'ladagi xonadan tashqari. Endi bu yoqda bitta hojatxona qilingan, gazlar ham qoldirib ketgan ekan, yozgi oshxona asosiyli bo'ladi. Uyimizning yerto'lasi adashmasam shu 4 ga 6 kattalikda, uyimizning isitish tizimlari yerto'lada joylashtirilgan. Endi kirib kelganimizda chap tarafni ko'radigan bo'lsak, G-obrazniy juda ham baquvvat navis qilingan ekan. E'tibor beringlar, ikkita katta avtomobil ham bemalol sig'adi. Binoga kirish o'rtadan asosiy eshik, termo eshiklar qilingan ekan. Keyin mana bu tarafda yana bitta eshik, bu to'g'ridan to'g'ri oshxonaga olib kiradi. Ichkari kiramiz, ketdi. Binoga kirib kelishimizda kattagina keng hol bilan boshlanyapti, o'rtoqlar. Deyarli uyimiz уже 80% dan oshiq bitqazilgan, faqat shu kosmetik ishlar qilinsa bo'ldi. Hol orqali mana bu tarafdan kattagina biz mehmonxonani ko'ramiz. Uyimizning orqa tarafida havo aylanishga joylar qoldirilgan. Endi mana bu o'ng tarafga o'tganimizda oshxonamiz ichkaridan alohida to'xtalmaymiz, sababi hozir uy egalari foydalanib turishibdi. Endi bu zinani tagida umumiy sanuzul bo'lsa, bu yoqdan zina ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana bu tarafdan bitta eshik qo'yiladigan bo'lsa, ichkari kattagina yotoqxona o'zini sanuzuli bilan birgalikda bo'lyapti. Biz bo'lsa tepaga chiqamiz. Okamiz planirovkani boplab qo'yibdilar. Ikkinchi qavatga chiqib oldik. Zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi ikkinchi qavatimizdagi bu birinchi xona, xohlasanglar katta ikkinchi mehmonxona qilasizlar, xohlasanglar yotoqxona. Buni yonginasida asosiy yotoqxonamiz o'zining ichida sanuzul garderoblar bilan birgalikda bo'lyapti va buni yonginasida ikkinchi qavatimizdagi bu uchinchi xonani ko'rsanglar bo'ladi. Hamma xonalar katta-katta keng qilingan. Ikkinchi qavatda mana bu joyda kichkina mini hol desak bo'ladi. Zinadan chiqqanda chap tarafda umumiy sanuzul va buni yonida oxirgi 4-xonamiz bo'lyapti. Bu xonadan kichkinagina balkonga ham chiqsak bo'ladi. O'rtoqlar, $235 ming so'rashyapti. Qiziqqanlar uchun pastda har doim joy egalarining nomerlari aloqaga chiqaverasizlar.